Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eng birinchi bizlarni yo'qdan bor qiluvchi Alloh Rabbimizga maqtovlarimiz, hamdlarimiz bo'lsa edi. Yangadan da bizga şuşa Ramazan ayın ko'rarga, şuşa Ramazan aylarında ko'rib, endi amal ibodatlar qilirga nasib eyladi. Ham endi payg'ambarimizga şuşa dinimizni anglatgan, öğretgan payg'ambarimizga salavatlarimiz, ham salamlarimiz bo'lsa edi. Ham endi biz bilamiz, alimlerimizning hamda endi izgilarimizning, ham endi yaxshi kishilarning so'zlaridan, hatto abi babaylarimizning da so'zlaridan bilamiz. Ey ya Rabbim bizga Ramazan aylarini ko'rga nasip etsang edi deb. Ya'ni Arabcha endi o kitoblarda balligh Ramadan, Allohumma balligh Ramadan ya Rabbim, ey bizga shu Ramazan ayini ko'rga nasip eylasang edi degan so'zlarni eshitamiz, ham endi ko'ramiz. Ey bu shundan da endi bu Allohning bu ulug' rahmati. Ya'ni shu Ramazan ayini kutib olib, ya'ni shu Ramazan ayında Allah Teala'nın eksiz ajr savoblari ham mumkinchiliklari bo'lganini anglab bilib, ya'ni shu Ramazanni kutib olu, endi Allah rahmati ile har boshqa ezgilarning, yaxshilarning hamda endi abi babaylarimizning ko'ngillarida bo'lgan. Ayni ishon alar shu ayni kutib olganlar. Ham endi shu ayga shunday umtilish bo'lgan. Ya'ni bu oshiqlikda agarda aslida qarasak, ya'ni alarning shu ayda bo'lgan mumkinchiliklarini anglawlari ham bilulari. Ham endi shundan da masalan biz qarasak, endi ayberlarni o'tirtabız, ağaçlarını o'tirtabız. Masalan, agar da ağaçni o'tirtib qo'yamiz, ol yoz kuni shashak ata, ayyayin o'sa, kuz kuni olmasin beri. Ya'ni aning belgili bir vaqti bor, ya'ni shu olma beradigan vaqtini. Ham endi biz de shu Ramazan ayın ko'z oldina keltirik shulay jamoat. Ya'ni ol belgili bir vaqt Alloh subhanahu taolo qarshida ko'p etib o'zlarimizga rizq, o'zlarimizga foyda, o'zlarimizga ko'p foydalar oladigan vaqt etib. Ya'ni biz shu vaqtni o'zdirib jibarsak, ya'ni shu vaqtdan quruq qolsak, ya'ni biz endi agar da kuz vaqtida shu olma ağacını almani jemasak, ol almalar qo'yilib endi yo'qqa chiqadi. Yoki da bo'lmasa biz ani kuzdan qishga qoldirsak, biz ani olmasini ko'ra olmaymiz. Yoki da bo'lmasa ertaroq biz ani olirga tilasak, ya'ni biz olma olmaymiz. Endi nindidir bir yemishkina bo'ladir. Ham endi shunga ko'ra da endi Ramazan ayın endi har barchalarimizga da endi ko'rib olg'ash, shu Ramazan oylarına kirgach xayrli etib, Alloh taolo rozi bo'lurda etib o'tkazib jiberga Alloh taolo har barchamizga nasib etsin. Alloh taolo shu oylarda va'da etgan darajalarga, ajr savoblarga ham endi Allohdan ko'pgina rahmatlarini erishishga nasib eylesin.